Xo'p, hammaga assalomu alaykum. O'rtoqlar, tuzumsizlar charchamayapsizlarmi? Sog'lig'inglar yaxshimi? Bugun sizlar bilan oldingi hafta berilgan analiz bo'yicha hisobotlarni ko'rib chiqamiz. Ya'ni hisobot deganda qani o'sha bizga bergan ideyamiz bo'yicha bozorda qanaqa harakat bo'lgan, nima bo'lgan va bundan keyin bu kelayotgan haftada bozorda nima ko'ryapman, bu narsalar haqida gaplashamiz. Xo'p, qaranglar. Oldingi hafta sizlar bilan gaplashganimizda biz ko'rdik, ya'ni men aytdim, ikki xil variant aytdim. Sirazi sil ketib qolishimiz mumkin dedim, yoki-da mana bu tepaga chiqib, mana bu FVG zonamiz desak, endi o'sha ko'pchilik biladigan narsalar haqida gapiryapman. Mana shu FVG dan reaksiya bo'lishi mumkin dedim, to'g'rimi? Bu ko'ramiz. Endi ideyamiz qanaqa ishladi bu yerda? Ideyamiz haqiqatan mana ko'rdik, narx sirazi ochilishi bilan selga yurdi. Selga yurdi dedim. Sirazi narx ochilishi bilan gap bilan ochildi va gap bilan ochilgandan keyin обязательно mana bundan biz sel kira olmaymiz. Ya'ni bu nima xulosaga keladi? Mana bu ideya kerak emas bizga degan xulosaga kelardik va mana bu zonadan endi sel kiramiz degan bizning bir fikrimiz bo'lar edi. Endi xuddi shunaqa holatda mana sizlarga berilgan o'sha tochkadan birinchi sel harakatimiz bo'ldi. Bu yerdan birinchi sel harakatimizni ko'radigan bo'lsak, normal, ya'ni 1000 pipga yaqin harakat bo'ldi. Ko'ramiz. Endi keyingisi yana bir marta bu yoqga yana bir marta news paytida buy chiqdi newsimizni bilasizlar va bu yoqdan yana bitta selga harakat bo'ldi. Ko'ramiz. Yana 800 pipli harakat selga bo'ldi. Keyin yana bir marta bozor o'sha newsdan keyin yana tepaga chiqdi va yana o'sha joydan bu 870 pipli harakat bo'ldi. Xo'p, bu ideyamiz qanaqa ishlaganligini o'zingizlar ko'ryapsizlar. Bu ideyadan bir necha marta foydalanishimiz mumkin edi, chunki struktura bizga shu narsani beryotdi. Va bitta narsani sizlarga aytib o'tay, bu bozordagi meni o'zimni qarashim, bu yerda hech kim majbur emas. Kimdir uchun bu manfaatli bo'lsa, men xursandman. Kimdir foydalanmasa, kimdir o'zini asosiy narsasi bo'ladigan bo'lsa, qo'shimcha narsa sifatida qaraylar shunchaki. Endi bundan buyog'iga men bozorda qanaqa harakat ko'raman, kelinglar bu narsani ko'rib chiqamiz. Okey. Hop. Daily time frame ga o'tamiz. Daily time frame ga o'tganimizda bizda holat qanaqa bo'lyapti? Okey. Haftalik candle'imiz yopildi, ya'ni haftalik candle'imiz yopildi. Okey. Okey. Xo'p, akalar, endi mana bu minimum nuqtani ham o'zimiz uchun belgilab qo'yaylik, chunki bu ham biz uchun baribir safe nuqtasiga qaraydi. Endi men o'tgan hafta bergan sell analizim to'laqonli hal ishlagan yo'q. Bizning targetlarimiz ham mana pastdagi 3886 full targetimiz hali olingani yo'q. O'shani evaziga biza hali ham sell qaragan bo'lardim. Hozir 1 soatlik time frame ga ham o'tib ko'radigan bo'lsak. Okey. Xo'p. Endi hali ham men sell ideyasidaman, xuddi shunaqa, ya'ni 3886 zonagacha sell ideyasiga qarayman. Endi bu yoqda qanaqa qilib qaraymiz? Yana o'sha sizlar uchun oddiy o'sha FVG degan nuqtalarni gaplashib ketaylik. Ya'ni FVG hammaga tushunarli bo'ladi, chunki hamma biladi bu narsani. Hop, FVG. Ana endi narx bozorda chiqadigan bo'lsa, mana shu FVG dan teparoqga ham chiqishi mumkin. Mana shu FVG ni o'zidan ham yana xuddi shunaqa selga harakat qilamiz. Albatta bizani mana bu 3942, 3928 va 3886 zonalarimiz biz uchun safe nuqtalari. Bu yana bitta ideya bo'ldi mana bu. Bizda yana bitta ideya bo'ldi. Ko'ramiz. Okey. Endi yana bitta ideyamiz sirazi pastga tushib ketishi mumkin. Bu narsa aslida o'zi muhim emas. O'zini sistemasiga ega bo'lgan insonlarga bu qatgacha chiqishi mumkin emas, chunki
ishlaydigan sessiyaligacha ham bozor o'zi ancha tasdiq berib bo'lgan bo'ladi. Xuddi shunaqa akalar. Xo'p, bizning ideyamiz shunaqa. Yana silga qaraymiz. Mana bu undan oldingi haftalik berilgan sil edi va bu juda ham a'lo darajada ishlab bergan, juda ham a'lo darajada biz setaplar qildik community bilan va bu orada sizlarga o'sha community'dagi haftalik natijalarni ham ko'rsatib o'tmoqchiman. Community'da mana bu yoqda ishlangan, bu 100 pip ishlaganmiz. Chunki bozor holati bizga shu narsani berdi. Seshanba kuni stop loss bo'lgan, stop loss olganmiz. Va undan keyingi kuni bitta news bor edi. Mana news borligi uchun 2 marta setup bo'lgan. 2 marta setup, 1 marta 300 pip ishladik, 1 marta 200 pip ishladik. Okay. Va payshanba kuni esa bitta stop loss va bitta o'sha 100 pipli harakat bo'lgan, lekin 80 pipda biz save qilganmiz. Va juma kuni 150 pipli yaxshi harakat bo'ldi. Bu yoqdan errorlarni ham ko'rishimiz mumkin bo'ldi. Biriga 8 error, biriga 3, biriga 25, biriga 18, biriga 6. Ko'rasizlar, biriga 1, biriga 2 degan biriga 1, biriga 2 degan bu yoqda rezultatlar yo'q. Chunki men minimalniy stop loss bilan ishlayman. O'shani evaziga bu narsa men uchun muhim. Xo'p, tushungan bo'lsanglar, mana bu holatlarni tushungan bo'lsanglar va haftalik analizimlarni tushungan bo'lsanglar, hammaga yaxshi kayfiyat. Meni yaqindan kuzatish uchun Instagram va Telegram kanalimga obuna bo'linglar. Sizlarga manfaatli bo'layotgan bo'lsa, albatta o'z fikringlarni va obuna bo'lib like bosishni unutmanglar. Hammaga rahmat, charchamanglar.